Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Limonchilik akademiyasi YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 15-iyun 2026-yil hafta kuniga dushanba biz Qo'qonga kelganmiz. Feruzbek akamda xonadonlariga mana shu yerdagi limonlarni mana o'zimiz kesib, o'zimiz shakllantirib berib, zelyonli obreskalarni o'zlariga tushuntirib berib ketyapmiz. Xo'p, dehqonkalar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarni bosib qo'ysalaring, chiqaradigan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ysalaring, sizlardan keladigan savollarni video yoki rasm orqali ko'ramiz va javob beramiz. Xo'p, mana mevalar. Dehqonkalar, mashalloh deb, albatta kommentariyada mana shu akamizni, Hoji buvomizni, Feruzbek akamni dadalari bor, Hoji buvomiz qarashadi. Mana shu Hoji buvomizning mehnatlariga bitta like bosib, kommentariyada o'zlaring fikrlaringizni bildirib ketinglar. Mana biz sababchilarimiz, qolgan hamma narsa Allohdan. Sababini qilyapmiz. Xudo xolasa mana mevalar ko'rishlaring mumkin, tepa qismlarda ham. Zelyonli obreska vaqtida bo'lyapti, o'g'itlar, sug'orish, vitaminlar hammasi vaqtida bo'lgani hisobiga Xudo xolasa mevalarimiz, keyingi gullarimiz mana juda chiroyli holatda, mana pastki qismlarda ham mevalari bor. Mana ko'rinadigan bo'lsa, dehqonkalar, kimga mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Faqat ish vaqtimiz bor. Ertalab soat 8 dan kechki payt 6 gacha telefonlarga javob beramiz. Mana mevalar. Bu mana shu sohada yuradigan dehqonlar biladi, bu narsa osonlikcha bo'lib qolmaydi. Mana shu holatda ushlatish, mevalarini chiroyli holatda olib chiqish, bu o'zidan o'zi bo'lib qoladigan narsa emas. Bunga mehnat, tinimsiz mana shu mutaxassislar bilan birgalikda ishlash natijalarida Xudo xolasa mana mevalarimiz o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Taxminan hozir hisoblayapmiz. Xudo xolasa mana shu 5 yoshlik ko'chatlarimizda 100 kilodan oshiq meva bor. Xudo xolasa, agar Alloh uyaltirmaydigan bo'lsa, yana aytib o'tib ketamiz, hamma narsa Allohdan. 100 kilo, 150 kilo mana shu ko'chatlarimizda mevalarimiz bor. To'g'ri, hammasida ham bir xilda bunaqangi meva yo'q bo'lishi mumkin. Lekin Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha mana bu yil 2-yilmi adashmasam, 2 yo 3-yilimiz qarab berishimiz. Xudo xolasa uyaltirgani yo'q, bundan keyin ham uyaltirmas. Mana pastki qismlarda ham mevalarimiz bor. Mana sug'orishlar mana ariqdan ketyapti. Mana ikki yonidan sug'oriladi. Lomka qismi ham mana chanqab qolgan paytida lomka qismiga ham mana shu keladigan suvdan yoshiga qarab 10 litr, 20 litr quyib tursak bo'laveradi. Mana mevalarimiz, ko'rib o'zlaring baho berib, mana shu Hoji buvomizning mehnatlariga albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringni qoldirib ketishlaringni so'rab qolardik. Jaydaricha video qilamiz. Gapiradigan gaplarimizda yoki bo'lmasa beradigan ma'lumotlarimizda xato kamchilik bo'lsa, buning uchun sizlardan oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan akalarimizdan, dehqon hoji bobolarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana har bitta shoximizda mevasi bor. Bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Yana anaqa joyi kelganda aytib ketay. Bu birovni yomonlash boshqa emas. Ishi bitgandan keyin hali to'nini teskari kiyib oladigan ba'zi bir insonlarga aytib ketamiz. Mayli bizni sababchi qilib, sizni hosilingizni yaxshilab yoki bo'lmasam ko'chatlaringizni yaxshilab olgan bo'lishingiz mumkin. Undan keyin hech qachon yuz o'girmang insondan. Chunki misol baribir bir-birimizga ishimiz tushadi. Bo'lmadi deganda oxiratda baribir savol javobi bo'ladi bu narsalar. Shuning uchun sizga qilgan o'sha yaxshiliklarni hech qachon ko'z yumib ketmang. Sizga yaxshilik qilyaptimi, albatta yaxshilik bilan javob qaytaring. Yomonlik qilgan taqdirda ham yaxshilik bilan javob qaytaring. Xudo xolasa ertaga savol javobi juda chiroyli tarzda bo'ladi. Mana har bitta
shoxlarimizda mevalari bor. Hozir yuvish ishlari ketyapti bu yerda, ya'ni ko'chatlarni shu kacher yordamida yuvib chiroyli holatda olib boryapti. Hozir narigi boshlarini ham bir qator sizlarga ko'rsatib ketaman. Bitta joyda ko'rsatdi degan narsa bo'lib qolmasin, shuning uchun narigi tomonlarni ham sizlarga bir ko'rsatib ketaman. Mana dehqongalar mevalar tepa qismida ham mana oq pasha tushgan. Oq pashaga oddiy o'sha dorilar hozir aytib ketaman. Metkiller, entas bilan muz bilan mana shulardan foydalanib tursak bo'ladi. Bu ham chaqib qo'yadigan bo'lsa mevada har xil shiramlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni oq pasha chaqqan joylari yaxshi sarg'aymay qoladi. Barglarda shu beradigan ozuqalarimizni so'rib qo'yishi mumkin. Shuning uchun hasharotlarga albatta kimyoviy kurashimiz kerak bo'ladi. Hozir chekkadan ko'rsatib ketay sizlarga. Mana mevalar. Bu o'zidan o'zi bo'lgani yo'q, yana qaytarib o'taman. Bitta chiroyli mehnat yotibdi. Bir nasam bo'lar. Allohdan so'rab turib boshlangan ishlarimiz bu xolasa. Akamiz suvlar quyapti, hozir aytib o'tib ketgan narsa. Tag qismiga, lo'nka qismiga suv quyapti ekan. Mana jonivorlar egilib qolgan. Bu hozir ko'ringani yo'q, dehqongalar. Bu hozir ko'ringani yo'q. Sababi hali yashil holatda turgani uchun, barg bilan bir xil bo'lgani uchun ko'ringani yo'q. Soatimiz mana. Biz ishdan to'xtaganimiz yo'q, 18:48 bo'libdi soatimiz. Kelib maslahatlar beryapmiz. Bosh tomonidan ko'rsatib ketay. Qo'qonda har doimgidek shamol. Mana lo'nka qismlariga ham xuddi mana shu holatda suv quyib chiqish kerak. Sababi bu yerda ham tomirlar bor. Beriladigan ozuqalarni faqat namlik orqali limon daraxti o'zlashtiradi. Mana mevalarni ko'rishlaring mumkin. Limonni eng anaqa holati meva shoxlarimiz mana yildan yilga ko'paytirib boryapmiz, xudo xolasa. Natijalarni yana sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana mevalar. Hop. Mana suv mana shu ikki yonidan ichadi. Bu tomonda bor, narigi tomonda, keyin 3-arig'imiz ham bor. 3 ta arig'imizdan suv keladi. Lo'nka qismlariga chanqagan paytida mana shu yerdan keladigan suvdan quyilyapti. Mana mevalarimiz. Hop, avvalo Alloh sababchilari ota-onamiz, ustozlarimizga katta rahmat aytamiz. Mana shu sohadan baraka topyapmiz. Mana shu sohadan rizqimizni terib yuribmiz, qayerda bo'lsa ham. Shuning uchun ustozlarimizga, ota-onamizga albatta joyi kelgan paytda rahmat aytib qo'yishimiz shart. Har doim bular uchun qo'limiz ko'ksimizda, ustozlarimiz sog' omon bo'lsin har doim. Mevalarni bir qator sizlarga ko'rsatib ketay. Endi video uzoq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, minuti. Rozi bo'lib qo'yasizlar ko'rgan vaqtlarga. Chunki kimdir mana shu narsani ko'rib motivatsiya olishi mumkin. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi yana qaytadi. Kimlardir men qilolmayman degan narsani, demak, eplasa bo'ladi degan narsa paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'rsatib ketyapmiz. Mana bu adashmasam sinib ketganmi, nima bo'lgan bu? Egilib qolibdi mana shu. Yo'q, sinmabdi. Meva ko'pligidan, mana dehqongalar, meva ko'pligidan egilib qolibdi. Mana mevalar tepada ham bor, pastki qismlarda ham bor, mana bu shoxlarda ham bor. Mana demak, mevamiz yaxshigina mevasi bor, mana egilib ketgan shuni hisobiga. Dehqongalar, bemalol ish vaqtimizda aloqaga chiqsalaring, borib ko'rib maslahat beradigan joylar bo'lsa,
bemalol borib maslahatlarni berib kelamiz. Xudo xolisa Surxondaryoda yigitlar ishlarini tugatib qoladi 3-4 kunda. Ya'ni tepadan dajdavalka qilyapti. Uni ham menga tashlab beradigan bo'lsa, video qilib qo'yib beraman. Ya'ni eng kerakli o'sha limon uchun kerakli bo'lgan sharoitlardan birini qilib beryapmiz. Narigi boshidan boshlab bu boshigacha ko'rsatyapman. Hamma joyida mevasi bor. Tepalarda mana gullar ham boshlagan. Shu yerdan o'tib olamiz. Bismillah. Mana mevalar. Dehqonlar bu shu aytilgan hamma o'sha biz aytgan vazifalarni vaqtida bajarilganini oqibatida mana shu holatda avvalo Alloh, keyin mana shu nasam bo'ladi sababini qilingan. Ya'ni vaqtida suvni berilgan, vaqtida o'g'itini berilgan, shu mutaxassis bilan doim birgalikda ishlangan. Mevalarni ham o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin. Xudo xolasa yashab tursak, tinchlik, omonlikda bo'lib tursa, bu pishgandan keyin qancha berdi, nechkilar berdi, mevani holati qanaqa bo'ldi, ya'ni kalibrlari, ya'ni o'zbekchasiga shu shablonga tushadigan, ya'ni standart deydi ruschasiga. Chiroyli holatda mevalarni ham ko'rsatib beramiz. Tinchlik, omonlikda bo'lib tursak, mana mevalar. Namanganda hoji akam bor. Hozir ismlari Inomjon hoji akamning o'g'illari Ilyos akam bor. Biz borib zelyonni obreska qilgan paytimizda rasha bizdan achchig'i chiqqan. Chunki shoxlarni kesib tashlading, boshqa deb akamga ham aytaman, chiroyli qilib video qilib tashlab beradi. YouTube'ga qo'yib beraman. 8 minut, 10 minutlik video qilib tashlab bering deb iltimos qilamiz. Tashlab bersa, xudo xolasa uni ham qo'yib berib ketamiz. Bu yil o'sha gektaridan xudo xolasa yaxshigina hosil mo'ljallab turibmiz. Xudo uyaltirmasa, chiroyli hosillar olamiz, xudo xolasa mana. Dehqonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli va yangi ma'lumotlar berishda davom etamiz. Albatta, hoji buvomizni, Feruzbek akamizni mehnatlarini qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirib, limon bilan shug'ullanadigan do'stlarimizga, yaqinlarimizga mana shu videoni jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.